Avvalambor bugungi mana shu yomg'irli kunda ham shuncha ana shu muxlislardan shuncha xalqimiz to'plangan, albatta xursand qiladi. Albatta futbol bu millionlar o'yini, millionlar sevgan eng katta bir nima sport turi desak bo'ladi. Qolaversa bilasizlar, futbol xalqqa ham birlashtiradigan sport turi sifatida yana jahon chempionatida yana bir marta o'zini isbotini topdi. Musakim aka aytdilar, futbolimiz tarixida eng oltin zarqal harflar bilan bitilgan yil bo'ldi. İlk marotaba mamlakatimiz terma jamoasi mana jahon chempionati mundialida ishtirok etdi. Juda biz uchun faxr, g'urur, mayli ishtirokdagi u yerdagi o'yinlar o'z yo'liga, lekin bilasizmi, birinchi marta chiqish, birinchi marta o'zbekistonga to'p kiritish, O'zbekiston nomini tanitish hech qachon birinchi oson bo'lmagan. Men ishonch bilan ayta olamanki, kelgusi yil 2030-yilda mana Ispaniyada, Marokkoda yana qaysi davlat bo'lib o'tadi, navbatdagi jahon chempionati. Unda albatta terma jamoamiz kuchli bo'lib qaytadi, xudo xolasa.